Chet elga ko'chib ketishdan oldin nimalar qilardim? Sizlarga 5 tasini aytib beraman. Birinchisi, albatta ingliz tilini ancha oldinroq o'rganishni boshlagan bo'lardim. Va katta fokusimni именно разговорный angliysiga qaratgan bo'lardim. Ikkinchisi, bu pul yig'ish. Men ko'proq pul yig'ishni maslahat berardim. Minimum 3 oydan 6 oygacha yetarli mablag' olib kelishingiz kerak o'zingiz bilan. Uchinchisi, sizlarga maslahatim oldindan ko'chib o'tmoqchi bo'lgan davlat tilida o'zbeklarni yoki ruslarni gruppalarni Telegramdan topib, ular bilan bog'laninglar. Ular bilan networking qilinglar. To'rtinchisi va menimcha eng asosiysi, savdo sotiq qilishi, kommunikatsiya, klientlar bilan ishlash, muomala qilishi juda kuchliroq rivojlantirgan bo'lardim. Chunki juda ko'p sohalarda bu juda ham kerak. Ayniqsa birinchi kelib ishga kirayotganingizda bu narsada sizga juda yordam beradi. Beshinchisi va eng qiziqarlisi, agar menga o'xshab har xil ishlarda ishlab ko'rmoqchi bo'lmasanglar, kompaniyalar bilan sudlashmoqchi bo'lmasanglar, kelishinglardan oldin mehnat bozorini o'rganib chiqinglar, qonun qoidani o'rganib chiqinglar va qaysi kasb egalari ko'proq talabga egaligini o'rganib chiqinglar. Bu sizlarning vaqtinglarni ancha tejaydi.